Dunyodagi eng qimmat kompaniya bu qaysi? Apple, Microsoft? Yo'q. Bu AIni, sun'iy intellektni yuragi bo'lgan Nvidia kompaniyasi. Bugun Nvidia kompaniyasi va ularni daromadlari haqida gaplashamiz. Fevral oyining oxirida kompaniya daromadlari haqidagi hisobotlar e'lon qilindi. Demak, 4-chorakdagi hisobotlar daromad 68,1 milliard dollarni tashkil etgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 73% ko'p degani. Choraklik sof foyda esa 38,4 milliard dollar. Data centerdagi daromadlar esa 61,2 milliard, ya'ni rekord ko'rsatkichni qayd etgan. Umumiy yillik daromad esa 215,9 milliard dollarni tashkil etgan. Yillik sof foyda 120 milliarddan oshadi. Yalpi foyda marjasi 75% dan oshadi. Bu bunday tipdagi kompaniyalar uchun juda yuqori ko'rsatkich. Jensen Huang Agentic AI sun'iy intellektni ikkinchi davri boshlanganini e'lon qilib, Blackwell Ultra Rubin chiplarini bunga asos bo'lishini e'lon qildi. Agentic AI sodda qilib aytadigan bo'lsak, bu sizga endi bitta maslahatchi emas, real ishchi. Agar sizda startap bor, unga veb-sayt kerak va reklama qilish kerak desangiz, u barchasini kod yozadi, serverlarga joylashtiradi va hammasini to'plab reklamani ishga tushiradi. Demak, u to'laqonli ishchi sifatida sizga ishlashni boshlaydi. Biz hozirgacha foydalanadigan generative AI endi eski davr. Keling, endi kompaniya haqida bir nechta faktlarni aytsam. Nvidia kompaniyasi 1993-yil San Jose, AQShda asos solingan. Bozordagi hozirgi qiymati 5 trillion dollardan o'tadi. AI chiplar bozoridagi 90% ulushni ushlab turibdi. Ayni vaqtda 5 milliondan ortiq dasturchilar Qt ekotizimida ishlaydi. Shu o'rinda Qt o'zi nima? Qisqa javob berib ketaman. Bu dasturchilar va chip o'rtasidagi tarjimon. Misol uchun, GPU chip bu zavodda minglab ishchilar deb hisoblasak, dasturchi bu zavodning egasi. Endi Qt bu ishchilarga beriladigan guideline, qonun-qoidalar to'plami hisoblanadi. Qt minglab chiplarni bir joyga birlashtiradi va bir vaqtning o'zida murakkab AI masalalarni yechishga yordam beradigan platforma. Endi an'anaga ko'ra Nvidia kompaniyasining ulushlarini tahlil qilamiz. Eng katta ulush Vanguard Group 9,3% ni egallaydi. BlackRock 8%, Fidelity 4,1%, Jensen Huang esa 3,8% ni egallaydi. Ayni vaqtda Jensen Huangning boyligi 200 milliard dollardan oshadi va u dunyodagi top 5 eng badavlat insonlardan biriga kiradi. Fikrim oxirida savol. Nima deb o'ylaysizlar? Agentic AI davrida sizni kasbingiz yo'q bo'lib ketadimi? Kommentariyada izoh qoldiring.